Assalomu alaykum, to'g'ridagi barliq kitob anglag'uvchi do'stlar. Biz mərhum tarixchimiz Turg'un Almas apandi yozgan Uyg'urlar degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldin qismda biz Uyg'ur urug'un qag'alig'ining qurilish va mag'lub bo'lish jarayonlaridagi ba'zi rivoyatga o'xshab ketgan voqealiklarni o'qib o'tgan edik. Endi davomini o'qiymiz. Milodining 762-yili Uyg'ur qag'ani Bögü qag'an Öңlük söygün isyanını üzül kisil bastırğandın keyin Jungo'dan öz iliga qaytib ketadigan çağda Loyangda 4 nefer mani rahibi bilan uçurishib qalgan. Bögü qag'an ularni öz iliga aketgan. Bögü qag'an ularning ta'siri bilan shaman dinini tark etib mani diniga kirgan. Shuningdan boshlab Sharqiy Uyg'urlar orasida mani dini tarqalishga boshlagan. Uningdan burun mani dini 4-asr va 5-asrlarda Tangri tog'larining janubiy qismi, ya'ni Qashqarda tarqalishga boshlagan edi. Mani dini Sharqiy Uyg'urlar orasida shaman dini bilan bir mezgil elishdi va Bögü qag'anning yor yo'ligiga tayinib, shaman dini ustidan g'alaba qilib, oxiri davlat diniga aylandi. Mani dinini 3-asrda Eronlik Mani adlı kishi ijod qilgan. Bu din atashparastlik, buddizm, Xristiyan dini qatarlıq 3 turlik dinning ba'zi aqidalarini qabul qilish asosida maydonga kelgan aralashma bir din edi. Yoruqluq bilan qorong'ulikdan iborat ikki kuch o'rtasidagi kurash bu dinning asosiy mazmunini tashkil qiladi. Manining nomi bilan atalgan Mani dini Suriya, Eron va boshqa joylarda tarqalib, Xristiyan dinining obro'yiga qattiq ta'sir berishga boshlaganligini ko'rgan xristianlar milodining 270-yili Manini Konstantinopolga darg'a osdi. Shu vaqadan keyin siqilishga uchirgan Mani rohiblari O'rta Osiyoga qarab qochdi va bu joylarda panoh tepib din tarqitish ishlari bilan shug'ullandi. 4-asrda maydonga kelgan Muqaddas Qabra nomli qasida Uyg'ur manilari tarafidan yozilgan. Mani dini Sharqiy Uyg'urlar orasida cho'nqir yiltiz tortib, davlat diniga aylangandan keyin nihoyat nurg'ulg'an Mani rohiblari Uyg'ur qag'onlarining maslahatchilariga aylanib, davlatni boshqarish ishlarida muhim rollarni o'ynagan. Mani rohiblari savdo ishlari bilan shug'ullanish uchun Jungodagi cho'ng shaharlarga kelgan fursatlarda o'rta tuzlanlikda din tarqitish ishlarini elib borgan. Uyg'ur manilarining din tarqitish faoliyati Xuanxe vodiysi bilan cheklanib qolmagan. Ular Changjiang va Zhujiang vodiylaridamu din tarqatgan. Uyg'ur manilari Chang'an, Loyang, Jingju, Yangju, Huangju qatorliq shaharlarda mani ibodatxonalarini bino qilgan. U chaqlarda Uyg'urlarning urf-odatlari o'zgacha edi. Uyg'urlar chaqmoq tushganni yaxshi ko'radi. Chaqmoq tushganda cho'qon ko'tarib osmonga o'qiya otadi. Keyin chaqmoq tushgan joyni tashlab ketadi. Kelarkeli kuzda ot samirganda yana shu chaqmoq tushgan yerga yig'iladi. U joyga qo'y ko'madi va pichoqqa o'rnatilgan mash'al yiqishadi. Ayol perixon duo o'qiydi. Erlar otga minib chaqmoq tushgan yerni ko'p qitim aylanadi. Keyin bir bir tutam tal chiviqni yoki qora terak chiviqining uchini yerga qaritib, chiviqning kesilgan tarafiga qimiz qo'yadi. Ayollar chochlarini xuddi toj shakldagi qimmatlik bosh kiyimi kiyib olgandek yo'gab, budirlab, yonlariga sangiltib qo'yadi. Uyg'urlar odam o'lsa, go'rning o'tirsiga qo'yadi. Marhumning quliga tortiqliq o'qiya tutqizib, beliga qilich, qo'ltiqiga nayza qistirib qo'yadi. Marhumning bala chaqilari, urug' tuqqanlarning hammasi kala, ot o'ltirib, chidir oldiga qo'yib, motam tutadi. Ayollar chekisini pichoq bilan tilib, qon chiqarib yig'lashadi. Sharqiy Uyg'urlarning to'y tukun nikoh ishlari nihoyat qiziqarli edi. Milodining 821-yili Uyg'ur qag'ani Cho'ngdi bilan Jungo malikasi Tayxoning Qara Balg'asunda Uyg'ur qoidasi bo'yicha bo'lib o'tgan to'y murosimini asga elish lozim. Oddiy xalqning to'y nikoh ishlari Uyg'ur qag'onlarining to'y murosimlaridan boshqacharoq bo'ladi. Oddiy avom xalq to'y nikoh ishlarida o'zaro ot va kalalarni taqdim qilishadi. Va'da qilishgandan keyin darhol to'y murosimi o'tkaziladi. Yigit tarafning tuqqanlari otlarni harolar bilan hosil bo'lgan to'siq ichiga solab, qiz tarafning tuqqanlariga
to'siq ichidagi atlardan xalqanlarini tanlab olishni, tanlangan atni obdan egarlab bo'lgandan keyin atqa minib to'siq ishidan chiqib ketishni aytadi. Atning egalari to'siqning teshida turib, alqanlarini chavoqlab atlarni urkitadi. Shu chaqda atni tanlab, egarlab mingan kishi atdan yiqilmay to'siqdan chiqib ketalisa, at shu mingan kishining bo'ladi. Agar atdan yiqilib ketsa, shu kishi yana boshqa atni tanlaydi. Qiz tarafning tuqqanlarining hammasi atqa ega bo'lgandan keyin bu qoida yusun oyoqlashadi. To'y kuni qiz bilan yigit mehmonlarni qimiz va pishirilgan issiq go'sht bilan kutadi. To'yga kelgan mehmonlar dasturxonda o'ltirishganda yuqori tuvan, ya'ni tör, to'shuk, pagah deb ayrilmaydi. Mehmonlar kigiz uyning oldidala o'tloqda top-top bo'lishib o'tirishadi. Kun bo'yi qimiz ichib go'sht yeyishadi. Xalqanlar kechicha ko'ngil ichishadi. To'yning ikkinchi kuni qiz o'z ota-onasining uyiga boradi. Yigitning tuqqanlari qizning ota-onasining uyiga bir uyur yilqa haydab keladi. Qizning tuqqanlari atlarning ichidan xalqanlarini tanlab oladi. Qizning ota-onasi, aka-ufka oji singillari qizning yotliq bo'lib tug'ilib o'sgan uyidan ketib qolganligiga ichinsimu, ammo dardini ichida biladi. Bu tafsilot Sharqiy Uyg'urlarning chorvachilik egiligi bilan shug'ullanadigan qismining yozda, yaylaqda o'tkaziladigan to'y marosimlariga taalluq albatta. Ikkinchi bo'lim Qaraxonlar davlati. Kirish so'z. Uyg'urlarning ajdodlari o'z tarixida 500 yil hukm surgan ulug' Hun Tangri qutlug'i, Yevropa Hun imperiyasi, taxminan 200 yil hukm surgan ulug' ko'k turk qag'onligi, Uyg'ur Urxun qag'onligi qatorliq qudratli davlatlarni qurib, o'rta asrlarda Sharq bilan G'arbni hayratda qoldirgan edi. Uyg'urlar va ularning qarindoshlari milodiy 9-asrning yarmidan boshlab 13-asrning boshlarigacha bo'lgan uzoq bir tarixiy mezgilda yana O'rta Osiyo va uningga yondosh bo'lgan joylarda Uyg'ur Qaraxonlar davlati, G'aznavilar sultonligi, ulug' Seljuqlar imperiyasi qatorliq davlatlarni qurib, turk, Paris, hindi xalqlarining tarixida nihoyat muhim rol o'ynadi. Bu davrlarda Uyg'ur va Tojik xalqining madaniyati gullanib, dunyo madaniyatining g'azinasiga shonliq to'kpilarni qo'shdi. Uyg'ur Qaraxonlar sulolasi davrida O'rta Osiyoda uyg'onish davri borliqqa keldi. 9-bob O'rta Osiyoning Uyg'ur Qaraxonlar davlati qurilishidan burungi tarixi to'g'risida qisqacha bayon. O'rta Osiyoning tabiiy sharoiti. O'rta Osiyo Osiyo quruqligining markazi hisoblanadi. Osiyo dunyodagi eng cho'ng qit'a bo'lib, Sharqiy yarim sharning sharqiy shimoliga joylashgan, yer maydoni 44 million kvadrat kilometr, dunyo quruqligining taxminan 30%ni tashkil qiladi. Osiyo qit'asi G'arbiy Osiyo, O'rta Osiyo, Sharqiy Osiyo, Sharqiy Janubiy Osiyo qatorliq bo'laklarga bo'linadi. O'rta Osiyo Sharqiy Osiyoning g'arbiga, G'arbiy Osiyoning sharqiy qismiga to'g'ri keladi. O'rta Osiyo doirasiga Jung'ariya o'ymonligi, Tarim vodisi, G'arbiy Turkiston, hozirgi Qozog'iston, O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, Turkmaniston qatorliq 5 jumhuriyatning territoriyasi va Afg'onistonning bir qismi kiradi. O'rta Osiyoning butun territoriyasi 5,752,000 kvadrat kilometr bo'lib, Osiyo quruqligining taxminan 7/1 qismini tashkil qiladi. O'rta Osiyodagi egiz tog'lar, daryolar, ko'llar, o'rmonlar, yayloqlar, dalalar, cho'llar xilma-xil tabiiy manzaralarni shakllantirgan. Tarim vodisi bo'lsa, shimoldagi Tangri tog'lari, janubdagi Oltin tog', Qoralliq tog'lari, G'arbiy janubdagi Qoraqo'rim tog'lari, g'arbdagi Qizilyurt va Ko'kchal tog'lari orasiga joylashgan. Uning o'rtasida dunyoga mashhur bo'lgan Taklimakon qumliqi bor. Tangri tog'larining sharqidan g'arbigacha bo'lgan uzunligi 2500 kilometr bo'lib, Tarim vodisi bilan Jung'ariya o'ymonligini ayirib turadi. Jung'ariya o'ymonligi bo'lsa, Oltoy tog'lari bilan Tangri tog'larining orasiga joylashgan. Jung'ariya o'ymonligining shimolida Oltoy tog'lari, janubida Tangri tog' qad ko'tarib turadi. Tangri tog'larining shimolidan janubigacha bo'lgan kengligi 250
kilometrdan 300 kilometrgacha keladi. Tangri tog'laridagi Tömür cho'qqisi dengiz yuzidan 7435 metr egiz. Xon Tangri cho'qqisi 6995 metr egiz keladi. Tangri tog'laridagi muzliqlarning umumiy yer maydoni 10.000 kvadrat kilometr keladi. O'rta Osiyodagi Sir daryosi, Chu daryosi, Ili daryosi, Aqsu daryosi va Qora shahar daryolarining suv manbasi Tangri tog'laridagi muzliqlardan iborat. Tangri tog'larining orasida Farg'ona, Qora shahar, Turpan o'ymonliqlari bilan Ili jilg'isi bor. Tangri tog'larining shimoliy qaptallarida Orcha, Qarg'ay o'rmonliqlari, janubiy etaklaridagi tog' tizimlari ichida bo'lsa, yayloqlar bor. Tangri tog'lari g'arbda hozirgi Qirg'iziston territoriyasi ichiga, sharqda bo'lsa Gansugacha so'ziladi. Farg'ona vodiysining janubini Alay tog'lari o'rab turadi. Egizligi 7000 metr keladigan bu tog'lar Tojikiston bilan Qirg'izistonning orasida Farg'ona vodiysining 3 tarafi tog'lar bilan o'ralgan. Faqat g'arb tarafila uchuq. Farg'ona vodiyisini Sir daryosi qoq o'tirsidan ikkiga bo'lib turadi. Tojikiston bilan Qirg'iziston tamoman tog'liq. Norin daryosi Qirg'izistonni g'arbdan sharqqa qarab o'tirdan ikkiga ayirib turadi. O'zbekiston, Turkmaniston, Qozog'istonlarda egiz tog'lar bor. Turkmanistonning g'arbidagi Kaspiy dengiziga yaqin joyda Buyuk Balqon teg'i bo'lib, u dengiz yuzidan 1634 metr egiz. Qozog'istonning sharqidagi Targ'abatay tog'lari Jo'ng'ariyagacha so'ziladi. Altay tog'lari Osiyoning o'rtasidagi cho'ng tog'larning biri bo'lib, Altay degan so'z qadimgi Uyg'ur tilida oltin degan bo'ladi. Altay tog'lari Jo'ng'ariya o'ymonligining shimoliy qismi bilan Mong'oliya Xalq Jumhuriyatining g'arbiga joylashgan bo'lib, g'arbiy shimolda hozirgi Sovet ittifoqining tavasiga qadar so'zilib boradi. Sharqdan g'arbgacha bo'lgan uzunligi 2000 kilometr keladi. Sovet ittifoqi tavasidagi qismining eng egiz cho'qqisi Beluxa bo'lib, u dengiz yuzidan 4500 metr egiz. Altay tog'larida muzliqlar ko'p. Umumiy yer maydoni 800 kvadrat kilometr keladi. Buning ichidagi Katon bilan Cho'y muzliqlarining doirasi 810 kilometr keladi. Altay tog'larida oltin, mis, temir, sinik, qo'g'ishun qatorliq yer osti boyliqlari va o'rmon boyliqlari nihoyat ko'p. Chorvachilik egiligiga keng imkoniyat beradigan kengri munbat yayloqlari bor. Altay tog'larining janubi Jo'ng'ariya o'ymonligi bilan Qozog'iston ayirib turdi. Cho'ng Altay tog'lari g'arbiy Turkiston bilan Mong'oliyani ayirib turdi. Kichik Altay tog'lari bo'lsa g'arbiy Turkiston bilan Sibiriyani ayirib turdi. Cho'ng Altayning eng cho'ng qismi dunyodagi eng cho'ng ova bo'lgan Sibiriya ovisining janubigacha so'ziladi. Pamir tog'lari Pamir farscha so'z bo'lib, dunyoning o'g'zisi degan ma'noda. Osiyodagi eng cho'ng tog' tizimlarining biri. U Tarim vodiysining g'arbiy janub qismi, Sovet ittifoqi, Tojikistonning sharqiy janub qismi bilan Afg'onistonning sharqiy shimol qismiga joylashgan. U Tangri tog'lari, Qora Qurum tog'lari, ya'ni qora toshliq tog'lar bilan Hindukush tog'lari qatorliq tog'larning bir-biriga qo'shilishidan hosil bo'lgan. Cho'ng tog' tizmisi Pamirning egiz cho'qqilari Qo'ng'ir dova bilan Muztog' ata bo'lib, Qo'ng'ir dova dengiz yuzidan 7719 metr egiz, Muztog' ata 7546 metr egiz. Pamir tog'larining orasida kengtasha yayloqlar va o'ymonliqlar bor. Iqlimi so'g'oq, tog' cho'qqilaridan yil bo'yi qor ketmaydi. G'arbiy shimol burjigidagi muzliqning uzunligi 77 kilometr keladi. Bu dunyodagi eng uzun muzliqlarning biri hisoblanadi. O'rta Osiyoning sharqiy qismidagi mashhur daryolarning biri Tarim daryosidir. Bu daryoning suvi Qora Qurum tog'larining sharqidagi tog'lardan chiqadi. Bu suv Tarim vodiysi bilan Kashmir orasiga bir chegara sizib, Tarim vodiysiga eqib kiradi. Bu daryo g'arbdan sharqqa qarab eqib, Oltin tog'ning shimolidagi Lopnur ko'liga quyiladi. Tarim daryosining bo'ylarida Qashqar, Yakan, Xotandan iborat 3 shahar va 3 muhim voda bor. Xotan daryosi Qirolliq tog'laridan eqib chiqadi. Yakan daryosi bo'lsa, Tarimning g'arbidan to'p-to'g'ri sharqqa qarab oqadi. Jo'ng'ariya o'ymonliqidagi muhim daryo Qora Ertish daryosi bo'lib, uning janubida Vorungo daryosi bor.
Sharqiy shimol tarafdagi Qubdu daryosi Mongoliya Xalq Cumhuriyeti bilan Jo'ng'ariya o'ymonligini ayirib turadigan tabiiy chegara. O'rta Osiyoning g'arbiy qismidagi muhim daryolar Amu daryosi bilan Sir daryosidan iborat. Bu ikki daryo g'arbiy shimoldan sharqiy janubga qarab bir-biri bilan yondashib oqadi. Bu ikki daryoning orliqini 7-asrda arablar Mavara un-Nahri, ya'ni ikki daryo orliqi deb atagan. Sir daryosi bilan Amu daryosi Orol ko'liga quyiladi. Amu daryo Qaraqurum tog'larining shimolidagi Qizilyurt tog'laridan eqib chiqadi. Bu daryo Afg'oniston bilan Tojikiston va O'zbekiston orasiga tabiiy chegara sizib, g'arbiy shimolga qarab yo'linadi. Ondan keyin O'zbekiston bilan Turkmaniston orasiga bir chegara sizib, Orol ko'liga quyiladi. Sir daryo Altay tog'laridan eqib chiqadi. Farg'ona vodisini Qop o'ttirisidan ikkiga ayirib, sharqdan g'arbga qarab eqib, vodidan chiqqandan keyin g'arbiy shimolga qarab buriladi. Ondan Orol ko'lining sharqiy shimol bo'yiga eqib kelib, ko'lga quyiladi. Narin daryosi Ko'kchal tog'laridan chiqadi va Qirg'izistonni sharqdan g'arbga qarab ikkiga bo'ladi. Kaspiy dengizining janubiga quyiladigan Itrik daryosining asosiy qismi Eronning Xorason o'lkasida qoladi. Bu daryo Turkmaniston bilan Eron orasida tabiiy chegara hosil qiladi. Kaspiy dengizining shimoliy qirg'iga kelib quyiladigan Imba daryosi Qozog'istonda, Kaspiy dengizining shimolida delta hosil qilib dengizga quyiladigan Yoyiq daryosining muhim bir qismi Qozog'istondan oqadi. Oral tog'laridan chiqqan bu daryo Osiyo bilan Yevropaning qit'a chegara siziqi hisoblanadi. O'rta Osiyodagi ichki daryo hisoblangan Zarafshan daryosi, ya'ni O'zbekistonda, Altay tog'laridan eqib chiqadi. Samarqand bilan Buxoro Zarafshan daryosining janubiga joylashgan Chu daryosi Issiqko'lning biroz g'arbiy janubidagi tog'lardan eqib chiqadi. Chalkar ko'liga quyiladigan To'rg'ay daryosi, Nora ko'liga quyiladigan Nora daryosi Qozog'istonning ichki daryolari ichida eng ahamiyatli daryolardandir. Ertish daryosi Shimoliy Qozog'istondagi muhim daryo hisoblanadi. Zoyisan ko'lidan eqib chiqadigan Ertish daryosining Zoyisan ko'lining sharqidan Jo'ng'ariya o'ymonligiga qarab oqadigan qismi Qora Ertish deb ataladi. Ertish daryosining Ishim va Tubul deb ataladigan tarmoqlari Qozog'istonning eng shimolida qoladi. Ertish daryosi Ob daryosining bir tarmoqi hisoblanadi. O'rta Osiyoning sharqiy qismida Bag'rash ko'li bor. Doirasi 960 kvadrat kilometr, cho'nqurligi 896 metr keladi. Bag'rashning sharqiy janubidagi Lopnur ko'lining ko'lami 2000 kvadrat kilometr bo'lib, cho'nqurligi 790 metr keladi. Jo'ng'ariya o'ymonligining muhim ko'li Ibnur ko'lidir. Dengiz yuzidan 210 metr egizlikka joylashgan bu ko'l Jo'ng'ariya o'ymonligining g'arbiy janubida, Alatog'ning sharqiy janubida, Yetta suvga yaqin joyda. O'rta Osiyoning o'rtacha butun yillik yo'l yig'in miqdori 50 millimetr. Çöllərdə bolsa höl yığın yo'q hisobida. Tojikiston bilan Qirg'izistondagi tog'larda yillik yig'im o'rta hisob bilan 70 mm bo'ladi. Qozog'istonning shimolida bolsa 65 mm bo'ladi. Tarim vodisining o'rtasiga joylashgan Taklimakon cho'li Turkmanistonning ko'p qismini egallab turgan Qaraqurum cho'li Qoraqalpog'istonning cho'ng qismini egallab turadigan va bir qismi Qozog'istonga so'zilgan Qizilqum cho'llari O'rta Osiyodagi mashhur cho'llardir. O'rta Osiyoda yoz kunlaridagi issiqlik o'rtacha 30 selsiya gradus atrofida, qishda bo'lsa so'g'oq 5 selsiya gradus atrofida bo'ladi. Issiqlik darajasi janubdan shimolga borgan sari ozlaydi. Tarim vodisi bilan Jo'ng'ariya o'ymonligida yozda 30 selsiya gradus atrofida issiq bo'ladi. Afg'onistonda issiqlik qishda 13 selsiya gradus, yozda 16 selsiya gradus bo'ladi. O'rta Osiyoning nihoyatda ko'p qismi cho'llik bo'lib, qurg'oq cho'l iqlimi asosiy o'rinda turadi. Tarim, Ili, Amu, Sir, Chu daryolarining vodilari dunyodagi eng muhim dehqonchilik, bog'bonchilik rayonlaridan bo'lib hisoblanadi. O'rta Osiyoning tabiiy boyligi nihoyatda mo'l. Ko'mir, neft, temir, oltin, kumush, mis, gungurt, tuz, qalay zapaslari dunyo bo'yicha muhim o'rinni egallaydi.
Shunda qilib bugungi o'qishimiz mush yergacha bo'ldi. Davomini kelgan qatim o'qiymiz. Xayr xo'sh, Allohga omonat.